Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari, choramol qo'yishbozlari. Bugungi video rolikda Andijon viloyati Bo'ston tumani Zavra mahallasida joylashgan o'zimizning xonadonimizdan boramiz. Bugungi video rolikda bitta yangi buqacha oldik. O'sha buqachani ko'rsataman sizlarga. Kichkina eski 3 ta boq ekan buqamiz bor. 6 oydan beri boq ekan buqalarimiz. Shularni bir o'zgarishlarini ko'rsataman. Ko'rib bir baho berasizlar. Mana bu chekkadagi turgan kichkina buqachani oldik. Hozir orqa taraflardan ham ko'rsataman. Bu buqani 15.500 ga oldik. 15.500 ga. Bugungi sanamiz 25-yanvar. O'tgan hafta yakshanba kuni oldik. Mana hozir bir hafta bo'ldi olganimizga. Ko'rishinglar mumkin. Hozir bu buqachaga quruq o'tlarni maydalangani bilan ozgina bir 150 gram kunjara, bir mahaliga yana bir 200-300 gramcha bug'doy olmasdan beryapmiz bir mahaliga. Shu tarafga 2 mahal beryapmiz. Ozgina shamollashlari bor ekan, bu buqaga shamollashiga qarshi ichki tashqi parazitlarga vitaminlarni qildik. Hozir ularni ham ko'rsatib o'taman. Qanaqa vitaminlar, boshqa preparatlar qilganimizni. Bu eski buqalarimiz. 3 ta eski buqachamiz bor mana. 6 oydan beri boqyapmiz bularni. 1-avgust olib kelganmiz bu buqalarni. Bu buqalardan olib kelgan paytimizda xuddi mana shu buqacha, mana bu kichkina buqachalik edi. Bunisi buru 6 cm, o'rtadagisi buru 17 cm, buru 16 cm, nari chekkadagi mallasi buru 5 cm olib kelgan paytimizda. Bularni 54.400 ga olganmiz. 1-avgust olib kelganimizda yashir bo'lib davolangan bular, davolaganmiz. Shundan beri boqyapmiz. Hozir bular silyos yeyapti. 2 mahal silyos yeydi. Nari chekkadagisi hozir ichi o'tib qolgan ekan. Unisiga quruq o'tlardan berib turibmiz. Quruq o'tlarni maydalangani bor. Shundan berib turibmiz. Ichi o'tib qolganligi uchun. Boshqa payt 2 mahal ertalab kech payt silyos yeydi. Hozir bo'ylarini o'lchadim bularni. Bu chekkadagi shvetimiz 1.22, 1.23 shunaqa chiqdi. O'rtadagi shvetimiz 1.17 chiqqani, 1.16 chiqqanida hozir 1.32 shunaqa chiqdi. Nari chekkadagisi mallamiz olib kelgan paytimiz 1.5 edi. Hozir 1.20 chiqdi uni bo'yi. Bo'ylar yamancha o'sib o'zgarishlari bilinib qoldi. Sizlar ham bir ko'rib baho beringlar. Hozir orqa tomonlardan ham ko'rsataman. Bularni yeb ichishi boshida olib kelgan paytimiz 4 oy. O'rtacha hisobda hisoblab chiqdim. 500 mingdan yegan ekan. Oxirgi dekabr, yanvar oylarida 900 mingdan yebdi. Har oyiga bittasi 900 ming so'mdan yebdi. Har biri. Dekabr, yanvargacha. Undan oldingi avgustdan noyabrgacha bo'lganida har biri 500 ming so'mdan yegan ekan. Mana orqa tomonlardan ham ko'rishinglar mumkin. O'zgarishlarini. Bularni ham olib kelgan paytdagi holatini video davrasiga qo'yib ketaman. Qaysi holatdaligini. Kelgan paytimizda. Ko'rsaymasin mana shunisi. Juda yaxshi o'zgaryapti. Shvetda oq quloq, oq tumshug'i deb bekor aytmaydigan, xuddi oq quloq, oq tumshug'idan shvetda mana shunisi. O'zgarishlari juda zo'r ketyapti. Orqalari ham ancha to'lib qoldi. Ko'rishinglar mumkin. Mana yangi olgan buqachamiz.
Anguscha deb ism qo'yamiz endi bunga. O'zimiz Jaydar Angus. Bunga ham hozir ko'rsataman endi qanaqa ukollar, qanaqa preparatlar qilganimizni. Hozir ko'rsataman. Mana ko'rsatib o'taman. Alben berdik. Albenni 12% ligidan. Bularni hammasini veterinardan, aptekachidan so'rab qancha vaznga qancha beriladi so'radik. 150 kilo taxminan buqamiz og'irligi. Bundan albendazol 12% ligidan 20 gram berdik. Ertalab nonushtasini berishdan 3 soat oldin. Mana Ivermectin 10 mg 1% ekan. Bundan yarmini qildik. Bo'yniga, teri ostiga qildik. Buni Ivermectinni 2 marta qilinar ekan. 1 marta qilinadi, oradan 7 sutka o'tgandan keyin 8-sutka ikkinchisini qilinadi. O'sha 150 kilo molga 2 marta bo'linmashini qilib qo'ysanglar bo'ladi dedi. Aptekachi bilan so'raganimizda 1 martasini qildik. Albenni ham 2 marta beramiz. 7 kundan keyin. Mana bu multivitamin. Bundan qildik. Bundan bitta 10 gramlikda o'sha 150 kilolik buqachamizga muskuliga qildik. Orqa tomoniga muskuliga. Endi bir haftadan keyin yana 1 marta qilamiz bu multivitamindan. 2 marta bo'ladi. Alben ham, Ivermectin ham, multivitamin ham 2 marta bo'ladi. 7 sutkadan keyin ikkinchisini qilsak. Olib kelgan paytimiz rosa bunni oqib yo'talib turadi. Buqachamiz o'shanga veterinariya ko'rsatsak yashirmasmikin degan maqsadda. Yo'q, yashirdi, alomatlari yo'q ekan. Nutox 200 degan antibiotik bor ekan, o'shandan qildi veterinar. Yonboshiga 10 mg qildi. Ertasi kuni yana 10 mg qilasizlar deb tashlab ketgandi. Ertasi kuni yana 1 marta 10 mg yonboshiga qildik. Nutox 200 degan. Mollarimiz mana shu holatda boqyapmiz. Bularga o'tini, silosini yeb bo'lgandan keyin yemlarni beramiz. Ertalab ham kech payt ham silosini yeb bo'lgandan keyin yemini beryapmiz. Silosiga aralashtirsak, silosida ozgina mog'orlagan joylari bor ekan, o'shanga qolib ketib qolyapti. Shunga silosini yeb bo'lgandan keyin yemini beryapmiz. Quruq yem. Ertalab 1 kilo, kech payt 1 kilo yeydi. Kunjarani o'zini, quruq bug'doy yormani o'zini ertalab 1 kilo 200, kech payt 1 kilo 300 shunaqa yeydi. Bu novvosga ozgina ko'proq beryapmiz. 1 kilo kunjarasini ozgina ko'proq beryapmiz. 1 kilo 200 atrofida ertalab, 1 kilo 200-300 atrofida kech payt. Bularga nisbatan yarim kilo ko'p yeyapti. Bu novvosimiz ozgina gavdasi kattaroq. O'shaning uchun videomizda xato va kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizni kuzatib boringlar. Nasib bo'lsa bu buqalarimizni yetilib katta bo'lib sotganimizgacha bo'lgan holatini videoga olib YouTube kanalimizga joylab boramiz. Sog' bo'linglar. Rahmat katta.